Sealine 06 bularga qilib bergan ishlarim bular yengillik Toshkentda O'zbekistonda butun endi telefondan ham bagaj och bagaj yop mana shunaqa narsalar qilsa bo'ladi. Misol uchun ochasiz oynani, yopasiz oynani, shtorkalarni ochasiz, poduf, podogrevlarni prям vashdan yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki gapirsam bo'ladi misol uchun. Bosasiz, открой багажник. Без проблем. Mana shu o'zim qilib ketyapti, ko'rdingmi? Yoki yo'q, men gapirmayman. Bosh mashta o'zim bosaman, siz ham bosib, mana shundan qilib ketaverasiz. Yo'q, ko'rdingizmi? Abduf yoqasizmi, podogrev yoqasizmi, полный telefoningizda upravlение bo'ladi. Podogrevni yoqib qo'yasiz, svetlarni yoqib qo'yasiz. Mana misol uchun DHO faralar kerak bo'lsa, mana shundan faralarni ham yoqib qo'yaverasiz, полностью mana. Mana fara bo'lsa, mana. Включить DHO, выключить DHOsi bor mana ko'rgan bo'lsangiz, mana ko'ryapsizlar. Mana выключить DHO, включить DHO misol uchun mana. Mana. Masalan, mana yonni ko'rdinglar? Mana bu yerdan выключить DHO qilib qo'yamiz mana. Endi hamma funksiya bor. Oyna ochasizmi, oyna yopasizmi, farqi yo'q. Hammasi ishlayveradi. Endi ichkariga kiradigan bo'lsa, bunga qilib bergan, buni olib tashlayveraman endi bo'ldi. Mana ko'rdinglar, telefondan upravlение bo'lyapti. Shunchaga solib qo'ydim. Endi bu yerda qilgan ishlardan bittasi. Alisa, bu yoqqa открой все окна. Хорошо. Alisa, открой багажник. С удовольствием. Полный, ko'ryapsizlar. Alisa, закрой все окна. Есть. Integratsiya Alisa bilan qilib berdim. Bemalol ishlatib ketaveradi. Misol uchun, tabloda ham bor, даже bundan ham misol uchun chiqib ketsalar, Alisa полностью ishlayveradi. Alisa, закрой багажник. Без проблем. Ko'ryapsizlar, mana yopadi hozir. Bu, kстати, bu oxirgi versiya. Versiyasini, bu gibrid versiyasi. Versiyani boshqa joy agar mabodo qilaman, rusifikatsiya qilaman desa, qildirmay turinglar boshqa joylarda. Sababi, agar buni hozir rusifikatsiya qilaman desa, mashinaning polni ekrani blokka tushib qoladi, kirpich bo'lib qoladi. O'sha uchun hozirchalik qilmay turinglar. Mana endi bu bo'layotgan ish 28-dekabrda eshityapman. Bu 28-dekabr o'shanga. Hozir inshaalloh o'zimda ham chiqadi. Inshaalloh mana shu haftalarda rusifikatsiya polnotsiyani yozib berdim. Kerakli приложениyalarni hammasini qilib berdim. Yozib berdim, голосовое управление Alisa bilan integratsiya qilib berdim. Bu yerda Alisa xohlagan narsangizni aytib ketaverasiz. Bu yerda misol uchun Alisa mana ko'charasi bu yoqqa. Alisa, открой шторку. Buni qilib ketyapsiz и сразу bittada kartani ham aytib ketaverasiz. Alisa, поехали Alayski. Shtorkani ochdi. Частично och deysizmi, полностью och deysizmi, hammasi qilib ketadi. Alisa, поехали Alayski. Хорошо. Kartani chizib beradi. Mana karta